Assalomu alaykum. Efirda Kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Eronning raketa salohiyati sekin zaiflashmoqda. Yangi rahbariyat bilan hamkorlik imkoniyati ochiq. Manba Donald Trampga tayanib xabar bermoqda. Donald Tramp o'z so'ziga yana shuni qo'shimcha qilganki, Tehron hali ma'lum muddat raketa zarbalarini davom ettirishi mumkin, biroq umumiy imkoniyatlar kamayib borayotganini bildirgan. Tramp shuningdek AQShda yetarli miqdorda qurol-yarog' aslahasi yetarli ekanligini bildirgan. Ushbu so'zlari bilan Donald Tramp Eronni bu urushda mag'lub etish haqida ham bir-ikki og'iz gaplarni aytib o'tgan do'stlar. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trampning kechagi gaplari bugungisiga umuman to'g'ri kelmaydi do'stlar. Donald Tramp 3-mart kungi o'z intervyusida shunday deb aytgan edi: "Men Jo Baydendan noroziman va u barcha Qo'shma Shtatlarning aniq nishonga yetib boruvchi qurollarini allaqachon Ukrainaga berib, ularni tugatib tamom qilib bo'lgan" deb aytgan edi do'stlar. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Rostdan ham Qo'shma Shtatlarning qurollarini Donald Trampdan avvalgi prezident Jo Bayden Ukrainaga berib tugatib bo'lganmi yoki da bu qandaydir anglashilmovchilikmi do'stlar? Qatar TV matbuot kotibi Majid Al-Ansoriy shunday demoqda do'stlar. Qatar Eron hujumlariga javob qaytaradi. Majid Al-Ansoriyning aytishi bo'yicha barcha qizil chiziqlar allaqachon kesib o'tilgan. Xabaringiz bor do'stlar, Eron Qatarda joylashgan Amerika bazalariga zarba berayotgan edi. Majid Al-Ansoriy shunday demoqda: "Hujumlar doimiy ravishda davom etmoqda. Ehtimoliy javob chorasi masalasida barcha variantlarni rahbariyatimiz ma'qullaydi. Ammo shuni aniq aytamizki, bunday hujumlar javobsiz qolmaydi, javobsiz qolishi mumkin ham emas" deb o'z so'zini yakunlagan Qatar TV matbuot kotibi Majid Al-Ansoriy. Eron dushmanlari Yaqin Sharqda tobora ko'payib bormoqda do'stlar. Bu ahvolda Eron qiyin ahvolda qolib ketmaydimi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.